Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Taftinjon. Bu videomizda biz nezergacha qilish kerak bo'lgan narsalarning ikkinchi qismi, ya'ni nezerda nima qilish kerak bo'ladigan narsalarni olamiz. Olg'a bizga mana shu narsalar kerak bo'ladi. Endi bulardan 2 marta obsidian kerak. Shu obsidianlardan portal quramiz. Keyin yondirgalkaga bitta temir, bitta graviy ketadi. Graviyni sohil yonidan olsa bo'ladi. Mana portalni quradi. Mana xaltacha kerak bo'ladi. Bu xaltachalarga shunaqa narsalarni solib qo'yish mumkin. Kerakli narsa buni craftida ip bilan molni terisi kerak bo'ladi. Keyin mana spawn bo'ldik. Bu yerasi cho'qolib tushga. Voy, yaxshi, spawn yaxshi. Keyin bunga qayiq ham kerak bo'ladi. Bilasizlar, enderman ushagani. Shunga crafting table qo'yib qayiq qilib olamiz. Qayiqni crafti. Mana. Keyin buni sindirib tashlaymiz. Keyin har doimgidek qizil qalam qidiramiz. Portalni koordinatasini eslab qolamiz. Keyin qizil qalam qidiramiz. Yoki endermanda o'ldirib endermanda qayiqqa o'tirgizamiz. Faqat enderman chiqsa. U enderman ko'rdim. Okey, enderlarni yasash uchun endermanning ko'zi kerak. Yana bitta ma'lumot, ko'k o'rmonda endermanlar ko'p bo'ladi. Qaravordim. Bittasi o'tirdi, bitta birganiga. Bittaniga endi bularga. Ovqat yeb olay. Voy, o'lib qoldim. Ishlamayapti. Yaxshiyam portal nimani oldida spawn. Portal oldida qilyapman. Narsalarni olib kelish kerak. Shu joyga boraman. Voy, qayerda edi bu? Koordinatasini ko'rmayapman. Mana narsalarim joyida ekan. Ikkita enderman qochib ketdi. Mana bolalar, men endermanning ko'zini oldim.
Endi Endermanni ko'zini 16 ta olsalar yetadi. Shuning uchun endi qizil qalam topish kerak. Endi oltin aslaha ham kiyish kerak, chunki cho'chqalar, pingvinlar sizni urmashligi uchun. Shuning uchun oltin oyoq kiyim kiyib olishingiz ham mumkin. Qizil qalam topdim. Xudoga shukr. Mana o'zi ekan, mana bo'lishi mumkin. Ko'rishchi. Taxminim to'g'ri chiqdi. Nimadir tushib ketdi. Ehtiyot bo'lib chiqaman. Assalomu alaykum. Chiqib oldim-a. Endi nima kovlash kerak? Kovlash bas yonligi moblar to'ldirish kerak. Mana bolalar 15 ta, keyin 16 ta. Endermanni ko'zi, yondir sariq tayoqcha, keyin bunday qilish kerak. Yoki endi yasash uchun yasaymiz. Bundan esa bunday qo'yib endi. Shuning uchun videoga like bosib, kommentariya ham yozib qo'yinglar. Obunani ham bosib qo'yinglar.